Assalomu alaykum hammaga. Bugun Mittivayn jamoasi tomonidan olingan Lag'mon filmini yopiq premyerasi bo'lib o'tdi. Hamma blogerlar sotda. Menimcha bu yerga avtobusga kelgan faqat bittaman. Operator. Qiziqarlilari faqat Qiziq TVda. Kuzatishda davom eting. Nima kutyapsiz kinodan? Конечно, katta emotsiya, asosiysi kulgu va yaxshi настроение. Kino qahramonlaridan biri oldimizda turibdi. Yo, men kadr orti qahramoniman. Men bu kinoda postanovkachi operatorman. Montajyor tepasida turib montaj tekshirib oldim, zvuk rejissyor tepasida turib zvuk tekshirib oldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qiziq TV. Qiziq TV. Kuzatdimi? Yo'q, gap yo'q. O'zingiz oxirgi marta qachon Lag'mon yedingiz? Birochi balla. Nega kinoni boshlagan? Nega siz deta boshladim. Kino olish jarayoni, umuman qiyinchiliklari qanaqa bo'ldi? Jarayonda qiyinchilik bo'lmadi, faqat maza qilib ijod qilindi. Unaqacha qiyinchilik bo'lgani yo'q. Maza qilib ishlandi haqiqatdan. Oxirgi marta qachon uxlatib ketishdi sizni? Qanchaga? Yo'q, hali uxlatishmadi. Yo'q, hali yo'q. Yaxshi, pishiq bo'linglar. Kinodan nimalar kutyapsiz? Umidlarimiz juda ham katta. Chunki kinoni syomka jarayonini o'zida maza qilib o'rganmiz. Chunki juda ham katta mehnat yotibdi. Agar peshonamda bo'lsa, arada ham tortib farqi yo'q. Lekin oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz katta. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu insonlarga ham bitta tavsiya bo'lsin. Har ikkiga kattaroq rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Mana shuncha inson mehnat qildi, ter to'kdi. Agar hamma rozi bo'lsa, kinoni ko'ramizmi? Shu uy yoqish shartmikan? Itni o'chirdi. Bolam to'xta. Noto'g'ri ish qo'yamiz. Duoni kattaxonaga qilaylarmi? Hop, assalomu alaykum. Nima bo'pti? Bu faqat qul chiqdi bo'ldi, boshqa. Hop. Savolni berib. Kino mashininglarga konsultatsiyada ishlab qolmaydimi? Ya, aka, mashinniklar bizdan oldin ham bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Tak что, odam o'zining farosatiga bog'liq hamma narsa. Bizda eng katta yutug'imiz mana shu yerdagi bolalar, bizning ikkinchi oilamiz bor, bolalar. Juda ham xursandman o'zi shu jamoamni yordamida. Albatta ular aytib turishdi nima qilish kerak. Bemalol ishlasangiz zo'rda o'zi jamoa bilan. Hech qanaqa aktyorga ограничение bo'lmasa, bemalol o'zing xohlagandek o'yna desa, o'shanda ochiladi. Hammaga rahmat. Qanday bo'ldi kino? Taassurotlar? Zo'r kino, zo'r. Обязательно kirib ko'rishni tavsiya beraman, chunki o'zi anchadan beri komediya ko'rmay qo'yganda, nimagadir faqat anaqa triller, ujastik o'tib ketib qoldi. Zo'r, yengil, hozir blogerlarni aralashtirib zo'r qilishgan. Ya'ni bitta kinoda juda ko'p zizdalarni ko'rsanglar bo'ladi. Kino ijodkorlariga tilaylaringiz. Ularni hammasini yaxshi ko'raman, hammasiga faqat omad tilayman. Bizdan nima qo'limizdan kelgan kerak bo'lsa, yordamga tayyormiz shu. Mana kinoni ko'rdik, kino ham zo'r chiqqan, kelib joyida kinoteatrda ko'rish kerak. Telefon pirat qilmaylik. Kelinglar, shu yerda ko'ringlar, mazza qilinglar. Biza uddaladi!